Trollstingindamiz. Do'stlar, dunyoning eng mashhur joylaridan biri, Norvegiyaning eng mashhur joylaridan biri Trollstingga keldik. Do'stlar, Trollstingga ham hali o'zbek blogerlari, qolaversa Markaziy Osiyodan kelib ham hali bu joylarga kelib video syomka qilgani yo'q. Bunaqa kontent chiqargani yo'q do'stlar. Biz nima uchun keldik? Do'stlar, mana shu yerni bizni kuzatadiganlar uchun mana shuni maxsus olib ko'rsataylik degan bir maqsadda keldik do'stlar. Mana tomosha qilishingiz uchun dunyoning eng mashhur joylaridan biri Trollsting. Aytadigan bo'lsam, taassurot vahshiy udar. Ishoninglar, vahshiy udar, dahshat. Manzara ham juda ham dahshat. Albatta, bu yerga do'stlar tashrif buyurishlaringizni yurakdan istab qolgan bo'lardim do'stlar. Atrofga qaranglar, vahshiy dahshat. Do'stlar, bu yerga meni sizlarga maslahatim, bizga o'xshab mana bunaqa yomg'ir vaqti kelmanglar, chunki yomg'ir vaqti kelsanglar bu joyni eng tepadan turib tomosha qilishni imkoniyati yo'q ekan, chunki u tarafda bulutlar do'stlar, yomg'ir yog'yapti. Biz hozir faqat o'rta qismidan sizlarga ko'rsatyapmiz. Agar tepadan turib tomosha qilmoqchi bo'lsalaringiz, wow, bu 50% lik go'zallik bo'ladigan bo'lsa, tepadan tomosha qilish 100% bo'ladi do'stlar. O'sha uchun sizlarga maslahatim iyul yoki avgust oylariga kelishlaringizni men sizlarga maslahat beraman, chunki o'sha vaqtda juda ham dahshat ko'rinadi do'stlar. Sizlarga albatta yoqqan bo'lsa, like'lar bilan bizni qo'llab-quvvatlang. Keyingi manzilimiz ham albatta Norvegiya emas, dunyoning eng chiroyli joylaridan biri bo'lgan joylarga borib sizlarga ko'rsatamiz. Norvegiyaning eng populyarni bo'lgan joylarini sizlarga ko'rsatamiz do'stlar. Hali hech kim bormagan Markaziy Osiyodan hech kim bormagan joylarni sizlarga ko'rsatamiz. Sizlar bilan men Abduqahhor Hojiyev bo'ldim do'stlar. Ko'rishguncha sog'lik, salomatlik do'stlar.